Xitayni əriz qilish və Uyğurni əriz qilish. Avtori Abduvali Ayub. Hazır ikki xil əriz qilish to'lqini mavjud. Biri xalqaro harakat qo'zg'ab, Xitoyning ustidan munosabatlik davlat va xalqaro sudlarga əriz sunish. Buni Dünya Uyğur Qurultayı vakilligidagi tashkilotlar Xitoyning ustidan qildi va qilyotidi. Birinchi ərizning hukmi chiqdi. Xitoyning irqiy qirg'inchilik və insoniyatga qarşı jinoyat shakllantirganligi hukm qilindi. İkinci sud dal olimpik boshlangan kuni ochiladi. Uchinchi arz Angliya tamojnasining ustidan qilingan bo'lib, Uyg'urning qinidan bitgan mahsulotni chegaradan kirgizganlikka qarshi qilingan. Yaqinda arzning natijasi chiqdi. To'rtinchi arz Kanada tamojnasi ustidan qilingan bo'lib, u arzmi jiddiy davom qiladi. Yana bir arzmi jiddiy tayyorlik bosqichiga kirdi. U arz Dünya Uyğur Qurultayı ustidan qilinyotidi. Ularning arzni sundigan birinchi dargohi Dünya Uyğur Qurultayı va boshqa Uyg'ur tashkilotlarini qo'llaydigan ellar va organlar. Dünya Uyğur Qurultayı qarshi birlashgan 15 tashkilotning arzdan burun qilgan ishi imzo yig'ish. Ya'ni Xitoyga emas, Uyg'urga qarshi imzoliq xalq harakati qo'zg'ash bo'lgan edi. Harakatning ikkinchi qadami arzni sunish ekan. Arzni Dünya Uyğur Qurultayı, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Yaponiya Uyg'ur jamiyati, Uyg'ur adliya arxivi qatorliq tashkilotlarni mablag' bilan ta'minlayotgan Amerika Demokratiyani ilgari surish fondi jamiyati qildi ekan. Maqsadi ularning mablag'ini kesish bo'lsa kerak. Bu arz yana davomli turda boshqa tashkilot, davlat va organlarga ham qilinarmish. Maqsadi ularni Xitoyga o'tkazib berishni talab qilishmi? U tashkilotlarni taqashni o'tinishmi? Yoki Uyg'urning vakili ular emas, biz edik deyishmi? Uni bilgil bo'lmadi. Yaqinda bu ikki arzning natijasi chiqdi. Uyg'urni chaqqan arz Uyg'urning Uyg'ur ustidan qilgan arzi bizga diqqat qilayotgan, bizni qo'llayotgan haqqoniy kishilar va kuchlarni afsuslantirdi. Uyg'urning Xitoy ustidan qilgan arzidan vijdonli kishilar adolatsizlikka qarshi dunyo mamnun bo'ladi. Xitoy ustidan qilingan arzda Uyg'ur qozongan g'alaba hammalarga yeyiladi. Dünya Uyğur Qurultayı Xitoy ustidan qilgan boshqa arzlarmi Uyg'urning foydasi, Xitoyning ziyiniga sabab bo'lgan yakunlarni chiqardi. Xitoy ustidan qilingan arzni dunyo matbuotlarda xabar qiladi. Dunyo razillik manbasi bo'lgan Xitoy Kommunist partiyasining haqiqiy yuzini, Xitoy bilan hamkorlik o'rnatganlarning mehnat yuzini ko'rdi. Arz natijasida kishilar o'ylanadi. Xalqlar va ellar jiddiy harakatga o'tadi. Uyg'ur Xitoyning dunyoni qormonlagan xatarlik tirnoqlarini yuladi, zaharlik tilini dog'laydi. Xitoy ustidan qilingan arzdan Xitoy chichangshiydi, g'aljirlashidi. Itlarga texmi ko'p so'ngaklarni berib tishlatadi. Uyg'urning ustidan ko'zbo'yamchilik bilan qilingan arzni hech bir xalqaro matbuotlar xabar qilmaydi. Undaq arz sabablik hech bir davlat, organ va xalqaro tashkilotlar Uyg'urning haqqoniy da'vosini qo'llashdan voz kechmaydi. Xuddi Xitoydan chiqayotgan tashviqot videolarga hech kimning mo'yi tavermagandek, undaq arzmi hech bir natija qozona olmaydi. Bu ishmi tug'umchan surgun dokumentga o'xshash bir chaqchaq temasi bo'lib, so'rinlarga tariladi. Muhojiratdagi Uyg'urning istiqboliga qarshi harakatlarga misol bo'lib, tarixga yoziladi.